Assalomu alaykum. Ismim Hasan. Toshkent viloyati Zangiota tumani Quyoshli mahallada yashayman. Bizga artezian qudug'idan suv kelgani sababli ichimlikka yaroqsiz. Shu sababli suv filtriga qiziqish bildirib, bozorlarda, magazin do'konlarni ko'rib, narx-navosini, filtr to'g'risida ma'lumot o'rganib chiqdim. Bir kuni YouTube'da filtrga aldanmang sarlavha asosida Bektosh TV'ga tegishli videoni ko'rib qoldim va unda ma'lumot oldim. Narxlari meni qoniqtirdi. Bir kun ichida menga u filtrni olib kelib berdi va kanaldagi filtrlarni o'rnatish darslarini ko'rib 10-15 minut ichida o'sha filtrda o'zim ustolik qildim. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir filtr ishchi holatda turibdi. Kirish suvi 710 desa, chiqishi 5 ga teng. Hozir endi buni biz o'zim uchun ham qiziq elektroliz yordamida haqiqiy ahvol qanaqa ko'rmoqchiman. Kartinga ochamiz. Bu filtrdan chiqqan suv. Hop. Sizga apparatimiz ham bor. Buni ham menga Bektosh bonus sifatida berdi. Hozir ko'ramiz. Mana kirish suvimiz 694. Filtr suvimiz 20. Endi buni biz elektroliz yordamida tekshirib ko'ramiz. Hop. Senligida suv mana yashil bo'lib boshladi. Qizishni boshladi. Issiq уже. Nasıl? Bu haliye mi ısımagan yok? Ha? Uşak ko'ring, ısımagan. O'z holatida qo'ysa qo'lni kuydirgan darajada isib ketdi. Demak, filtrimiz biz uchun juda yaxshi bo'ldi. Mana tozalash uchun chaqigan bo'ldik. Ahvol mana shunday holatda. Olib qo'yamiz. Bo'shmaydigan suv bo'lib suvda, ha? Mana holat. Ko'ramiz, bolalar kuyib qolmasin. Bektosh Abduqo'zimovga rahmat. Ma'lumot uchun rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.